Yutishing kerak sen meni. Ayab o'tirma. Men siz bankrot qilaman bugun. Men pik qilib turgan joydan qanday otib turgan joyimdan urishim mumkin? Gapirmayman. Bolalarga rayapaz tarqatarkanmiz yoki? Boshlaymiz. Demak, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'tirib, bugun yap-yangi ajoyib qiziqarli, quvnoq bir yangi videoyimizda, yangicha yo'nalishimizda klanimizga yangi kelgan inson bilan birgalikda preyuladan ko'rganinglardek do'stlar, o'z davrida O'zbekistonda nafaqat O'zbekistonda, balki butun mirovoy reytinglarda turgan, SNGda nomer 1 darajasiga chiqqan TDMchi Teo Timur bizni Notnubs klanini tanlab klanga o'tdi. Xabaringlar bo'ldimi, yo'qmi yoki mana shu videodan keyin xabaringlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Hozir ham Timur yaxshi formada va qaytyapti, comeback qilyapti. Oxirgi paytlarda o'sha Ramzeslar bilan yana qayta o'ynab, bizni klanga o'tishdan maqsadi ham shu. Men qaytyapman ekan, men o'zimni formamni tiklayapman. Hozir ustimda qattiq ishlayapman. Agarda klaningiz o'tishimni xohlasangiz, o'taman va o'ynayman, chunki hozir oldingidanda yaxshi motivatsiyada qaytyapman dedi va o'shaning uchun klanga qabul qildik biz albatta. Faqatgina uni ham bittagina shartlari bor edi. TDM turnirlar, boshqa narsalar qilib berib tursangiz bo'ldi dedi. Biz ham albatta bu narsaga rozi bo'ldik. O'zi bilasizlar, xalq turnirlari, xalq ligalari bizda har oy bo'lib turardi. Chunki e-sport komandan borligi uchun bo'lardi. TDM igroklarim ham bor, lekin bular ham shunga qiziqish bildirishsa, albatta biz yana turnirlar qilib berishga harakat qilamiz. Hozir Timur o'yinga kiradi. Xullas, va o'yinga kirgandan keyin bu videoni sizlarga qisqacha maqsadda tushuntirib o'taman. Bu videoyimiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Shuning uchun like bosib, hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, bitta obuna bo'lib qo'yinglar. Endi 1 million bo'laylik biz ham. Agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz, kontrol qilib qo'yishlarni so'rardim. Timur o'yinga kiryapti. Demak, biz o'yinga hozir o'tamiz. Xullas, xush kelibsan avvalambor klanga, Notnubsga hamda videoga. Hozir biz oddiy TDM o'ynaymiz va aniq men yutqizaman, chunki men TDM chiqmasman. Lekin seni yutishing obunachilarga foyda bo'ladi. Ya'ni har bitta olgan, mendan ko'p olgan ochko deylik, masalan 20 ga yutadigan bo'lsang, 10 ta odamga Royal Pass qo'yamiz. Yoki misol uchun 45 ga yutadigan bo'lsang, 35 ta odam Royal Pass yutadi. Ya'ni meni olgan shotimdan nechi 5 ga? Har bitta seni ochko'yingga, menikidan ko'p ochko'yingga, ya'ni har bitta o'ldirgan odamingga obunachilarimizga Royal Pass tarqatamiz. Qilishlari kerak bo'lgan ish mana shu videoga like bosib, kommentariyaga o'zlarining IDlarini qoldirib ketishsa bo'ldi. Tayyormisan g'ajib tashlashga? Aka, men nima qilyapsiz? Men tushunmadim. Yutishing kerak sen meni. Meni qancha katta shotga yutsang, podpischilarga shuncha foyda. Ayab o'tirma. Bankrot qilasiz lekin. Farqi yo'q. Men lekin krisam o'ynashim mumkin lekin. Jahlingni chiqarib o'ynayman, aytib qo'ying. Bo'ldi. Yana Timur bilan qanaqa kontentni qilishimizni xohlasanglar, albatta kommentariyaga yozib ketasizlar va xudo xolasa tez orada turnir boshlaymiz. TDM turnir. Timur kirgan sharofati bilan bundan keyin TDM turnirlar ham uyg'onib qolishini xudo xolasa ta'minlab beramiz. Oy, Boshlandi. o'sha birinchi ochko berildi, akalar. Voy! Bolalarga rayapaz tarqatarkanmiz yoki? Men ko'rmayapman ham akalar. Ayab o'tirmaydi Timur bor-ku, bir 30 ta RP beramanmi deyman-da bu videoda. Men ochko olmayman akalar bu turishda. Men siz bankrot qilaman bugun. Sezildi bu. Ya, bilmadim. Voy, men siz bankrot qilaman. Ko'rmayapman. Buni akalar ochiqqa chiqarmasam men ura olmayman. Oha! O, billa. O'lar ekan, bu bola ham, juda qiyin bo'lib ketdi o'ldirish buni. Yaxshi. Voy, ashib, xato. Uzr, bolalar xato uchun. Kela, men sal bankrot bo'laman bunaqada. Ha, bo'ldi akalar. So'kmanglar, uyg'otib to'yganimga. Chichvardik. Lekin akalar, yaxshi uyg'otyapti, shu oldim, men umuman olmasam kerak deb o'yladim. Ya lekin olaman menimcha. Endi lekinamiz.
O qarayl. Oo, sal qo'l o'ldirishga bor lekin. Prizma yetib berim. Lekin yomon otmadim. Hozir ham yomon otmadim-da. Akalar kiritayim. Qanday pik qilyapti bu bola? Bor-ku, men tushunmayman-da shu TTM'chilarni. O mayli. Voy, Farro. Nechta yapasiz endi bu 8 ga 3? Menimcha bir 20 TRP kamida bor u, tushganman u. Voy, men qaranglar, naushniga ham ishlaydi. Lekin haqiqatdan mana shu tomoni bor-ku, men umuman ishlamaydigan joylarda naushnikdagi ishlab tashlaydigan odati bor. O, xato. Voy. O'ldirish, men ham bilaman, o'ldirishdi. Akalar, men ham jab o'tmasman. Ana beznastrellarni tushunmayman, esi что shunaqa otayotgan bo'lsam, endi xafa bo'lmanglar. Tepada ekan. Ranjitlar qilmagan ekan. Men nima unaqa pik qilyapman? O'zimcha xuddi urvoradigan-deyman, ey. Voy! Voy, ikkita hit berdi lekin o'shanda ham. Yo, adashmasam ikkita berdi, bilmayman, 3 ta bergan bo'lishi ham mumkin. Akalar, ko'p RP yutqizish xohlamayapman. Vo. Men otib turaman, men jinniman. Farqi yo'q. Voy, yomon friz bo'ldi. And the blue team is in the lead. Kaskamni uchirib yubordi iflos. Voy, bilin, amol tegdi lekin moku. Bir nima qildim, amalladim akalar. Cover me. 120 berimman. Qanday qilib o'lmadi? 120 bergan bo'lsa, yo umuman bermadimmi? Bagmi bu? Yo umuman javob olmadim. Yoki umuman ko'rsatib yiqtashadim. Oy. Qanday bunaqa otish mumkin? Bitta hit berdim lekin hozir. Keldi, mana bu tomonga keldi. Bilib turibman. Ha, Timur. Voy, sirpanadiganim ham yo'q ekan meni. Sirpanadiganim yo'q ekan, kelaman buni bilmadim. Harosh, 7 ta rayopas bormi shunaqa qilib? Voy, bashi ko'rinmayapman. Unga nimaga qanday bunaqa otyapti? Yaxshi bo'ldi. Voy, tushish kerak. Voy billa. Qilib qoldim billa. Bu yaxshi bo'ldi mana bu. Voy, sal qo'l. Qanday reaksiya qilyapti? Nimaga men shunaqa reaksiya qila olmayman?
o'zi kirib o'chib berdi. Joni to'libdi. Joni to'libdi, %100 joni to'libdi. Pistoletda o'ynayapti Abdulahmanga. Ha. Yaxshi. Davay. 7 ta RP hozircha. Men pik qilib turgan joydan qanday otib turgan joyimdan urishim mumkin savolda. 8 ta rayapmiz, bo'lmi? Hozir shunaqa qilib 9 ta rayapmiz. 9 ta pomon. 9 ta RP. Gapirmayman. Vaqtdan yutishim kerak o'zi. Bu yoqda men nima qilyapman? Voy billing, ko'rinish ketmay qoldim. Va nihoyat 9 ta RPga tushirdik akalar. Iloji boricha. Aslida ko'proq RP bo'lsa ham hech narsa qilmaydi-da. Voy. Ma qaranglar, mana yetib yurib tashlashini qaranglar-da. Voy! Qoidani buzgandim, to'g'ri. Men o'chirishni topa olmadim, lekin ataylab qo'ygan bo'lsam ham qoidani buzgandim. Oha. Team leads with 30 seconds left. Voy! Qayerdan urdi meni hozir? Men ko'rmadim ekranda chit. Men ko'rmagan joylarimdan o'tishadi. 11 ta rayapmiz bor. Yaqin 11 ta rayapmiz hozir izlardan sirayim chiqdi. 11 ta RP. Yomon emas. Katta shotga tushmadik. Yaxshi 11 ta RP. Normal shotga tushimiz akalar $50. Mayli. 11 ta rayapmiz shunaqa. Da, 11 ta RP'ga tushdik mana akalar. Maksimal harakat qildim lekin vatsilo uchun. Da. Men ham maksimal harakat qildim krisalik qilishga. Zo'r o'yin bo'ldi. Men o'zim qiziqib o'ynadim. Realli maza bo'ldi. Mana sizlar ham maza qilasizlar. 11 ta odam RP yutib olasizlar. Endi xudo xolasa yana bir bor xush kelibsan klanga Timur. Ayni bolalar endi sizlar uchun kontent qilamiz. Taqvimga like qila bilan. Albatta. Maksimal aktiv bo'lasizlar endi. Xudo xolasa bu yog'i. Shuna kontentlar qilib turamiz, aktiv bo'lsalaring. Da, sizlarga yoqqan bo'lsa, aytaman, bolalar. Da. Bolalar maksimal aktiv tursa, ular kontentlardan biz material chiqaraveramiz haqlichasi. Da, xudo xolasa yana boshqacha kontentlar bilan ham chiqamiz. Tez orada TDM turniri ham xudo xolasa boshlaymiz va albatta final o'yinlarda Timurni ko'rish xohlaymiz va streamlar qilsak kerak u haqida hali alohida. Hammalarga kattakon rahmat. Keyingi video keyingi videoda ko'rishguncha hammaga rahmat. Bye.